Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zbekiston viloyatlarida hozirgina zilzila yuz berdi. Tezkor xabar. Istanbuldagi zilzila ortidan afsuski yana o'zbekistonlik fuqaro vafot etdi. Barchani Alloh asrasin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video rolik ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling. O'zbekistonda bugun 24-aprel kuni soat 17:22 da 3 ballik zilzila yuz berdi. Zilzilaning kuchi sezilgan hududlar: Marhamat tumanida 3 ball 5 km, Asaka tumani, Buloqboshi tumani, Shahrixon tumanlarida 2 ball 22 km. Zilzilaning epitsentri Toshkentdan 267 km janubiy sharqda joylashgan. Diqqat qiling, O'zbekistonning Istanbuldagi bosh konsulxonasining ma'lum qilishicha, kecha 23-aprel kuni sodir bo'lgan zilzila vaqtida yuqori qavatda bo'lgan O'zbekiston fuqarosi qo'rquvdan, ya'ni qo'rquv holatiga tushgan. Oqibatda esa yurak yetishmovchiligidan vafot etgan. Barcha vatandoshlarimizni, musofirda yurgan O'zbekiston fuqarolarini Alloh asrasin. Ushbu vatandoshimizning oila a'zolari va yaqinlariga hamdardlik izhor etamiz.